Sen bu yerda nima qilyapsan? Shefni oldilardi. Yaxshimilar? Hozirgina operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiya? Kim ruxsat berdi? Nimaga o'zidan o'zi operatsiya qiladi? Ahmoqmi bular? Said akani o'zlari hamma hujjatlarni to'g'rilaydilar. Sizga havasim keladi. Havas qilmay qo'yavering. Meni og'riqlarim juda ham ko'p. Og'rig'ingiz dardisar erizmi? Meni o'lishimni kutganlar qancha? Unaqa demang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Oyjon, sizga issiqqina joy damlagandim. Nimaga uylarga ketmadinglar? Bugun shu yerda qolamiz. Kimdan so'rading? Kech bo'lganda qayoqqa ketamiz, oyjon? Bahona bo'lsa bo'ldi. Kech bo'ldi, yomg'ir yog'di, tosh yog'di. Bo'pti. Bugun qo'llaring. Ertaga ketasan ertalabdan. Oyjon, choy. Qaydamaganmi bu? Nega? Qaynagan? Nimaga rangi bunaqa? Qaynagan, oyjon. Nima solgansiz? Mazasi jinnicha-ya? Yo'q, hech narsa. O'zingiz ichadigan choy? Shu o'zim ichadigan qora choymi? Ey o'lsin. Yana tirnoq yopishtirib oldingizmi? O'lsin. Bu tirnoq bilan qanaqa qilib cho'milasiz? Voy, boring tepamda o'tirmang. Boring, eringizga qarang, boring. Xo'p, Voy xudoyim, bu kelindan Xudo asrasin. Bitta choy damlashni ham eplolmaydi. Chiroyli joylari avval ham kelganmisan? Yo'q, kelmagan ekanman. Men ko'p kelib turaman. Juda ham chiroyli. Ha, lekin juda ham chiroyli joy ekan. Voy. Said aka, tinchlikmi? Tinchlik. Sen uchun harakat qildim. Nimaga? Xuddi mana shu kayfiyatingni ko'rish uchun. Menga turmushga chiqasanmi? Gavhar. He? Yaxki, Nima deysiz? uxladilarmi? Ha? Yur. Nima qilamiz? Yopiq-ku. Ha? Oching.
sen shu yerda qarab turgin. Xo'pmi? Hop. Oyim uyg'onib qolsalar, aytasan. Hop. Xo'pmi? Hop. Tezlashing. Hop, bo'pti. Hop. Men qarab turaman. Arzika, Sirazimi? tinchmi? Topdingizmi? Yo'q hali. Bo'ling tezroq. Shoshiltirma. Uyg'onsalar ayt faqat. Bo'la qolsalar-chi endi. Bo'ldingizmi? Topdingizmi? Topdim. Menga ham oldingizmi? Oldim. Qani? Sen borganda kiyimlar tayyorla. Ketamiz. Hozir ketamizmi? Ha, hozir ketamiz. Faqirmachim. Oyijon bo'lib qolsalar-chi? Oyjon bilmaydilar. Uxlayaptilarmi? Ha, uxlayaptilar. Bo'ldi unda. Uxlayotgan bo'lsalar bilmaydilar. Ketamiz-a? Qarang, menga ko'proq pul oling, shopping qilaman. Xo'p, bo'ldi. Mendan bitta ko'ring. Ey! Bor. Ketamiz-a? Ha, bor. Bu pullar baribir begonaga emas. Oyimga tegishli. Oyimni bizdan qarzi bor. Shuncha ishladim, pul bermadilar. Demay olsam bo'ladi. Xo'p. Said aka, bu nima qilganingiz? Meni noqulay vaziyatda qoldirdingiz. Nimaga noqulay bo'ladi? Seni ering yo'q, meni ayolim. Ikkalamiz ham yolg'izmiz. Nima? Turmush qurolmaymizmi? Bilmadim. Hali vaqtlimi deyman-da. Yolg'izlik meni jon-jonimdan o'tib ketdi. Na ishimda, na yurishimda halovat bor. Ayol kishi balki yolg'izlikka chidashi mumkin, ammo erkak kishi yolg'izlikka chida olmas ekan. Iltimos, qo'limni qaytarma. Bilaman, sen bundan ham yaxshisiga arziysan. Hali bundan ham yaxshilarini olib beraman. Faqat men bilan birga bo'lsang bo'ldi. Said aka, ozgina shoshyapmizmi deb o'ylayapman. Yo'q. Men kutolmayman boshqa. 10 yil kutganim yetadi. Men bilan turmush qursang, dunyodagi eng baxtli ayol bo'lasan. Va'da beraman. Ko'zingdan hech qachon yosh oqmaydi. Qani o'tiramiz endi. Yaxshi borib keldingmi? Ha, Ishxonang tinchmi? Opani qo'yib yuborishmadimi? Yo'q, hali berib qo'yib yuborishmasa kerak. Yana bilmadim. Lekin ishga hamma qaytib kelyapti. Kimlar kelyapti? Opa bo'shatib yuborganlar. Ertalab Pari keldi.
Keyin Zulfiya opa, zolimlar davri tugadi. Endi qaysi bo'ladi deyishdi. Rosa kulibmiz. Buni qarang. Yaxshi xabar ham, yomon xabar ham tez tarqaydi-ya. Shuning uchun odam o'zidan yaxshi nom qoldirish kerak. Yaxshi ko'rgan insoningni bir umr eslab yurasan. Mana shu baxt. Ikkalasi ham ertadan ishga chiqishadi. Yaxshi bo'ldi. Endi ishlarim ancha yengillashadi. O'z ishini biladigan mutaxassislar. Ha, yaxshi. Mana senga ham yordam berishar ekan. Ha, Endi sal xonim vahliroq kelib, bolalarga ham qararsiz. xo'p bo'ladi dadajonisi. Ovqat ham tayyor. Yur, bolalarni chaqiray. Xo'p. Bolalar. Bolalar. Ilyos, Izzat. Kela qolinglar. Xo'p, aka. Xo'sh, qo'linglarni yudinglarmi? Ha, yudik. Bu yaxshi. Hasan amakiylar baraka topsinlar. Kelgunimcha ovqat pishirib qo'yibdilar. Endi mazza qilib ovqatlanamiz. Biz ham qarashdik. Uzum o'rgilaysizlardan. Yuringlar. Qani ketdik. Yuringlar. Yuringlar. Iflos. Alo. Ular qaysi restoranda tez lokatsiya tasha menga? Obbo Zarina xonik. Keling, keling qizim, keling. Azimjon? O Azimjon. Ho, doda. Hey, Zarinaxon keldilar. Yaxshi keldingizmi, Zarina? Ha, sochingiz oldiribsizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Buni men aytdim. Bir chet ellik haligi ashulachilarga o'xshab yuzlari ko'rinmay ketuvdi. Qalay, yarashibdimi? Yarashibdi. Oydakina yigit bo'ldi. Mana qarang. Kasım shimlar ham yarashyapti. Sizlar darslaringni qilib turinglar. Men qushlarimga bir qaray. Xo'pmi? Xo'p, doda. Bo'p. Ha. Keling. Rahmat. Keling. Tayyorlab qo'ydim hamma narsani. Hozir ko'ramiz. Hali ajrim olmagan ayolga begona erkak bilan ko'rishib yurish g'alati emasmi? Uyalmaysanmi? Ajrashmagan bo'lsa, ertaga ajrashadi. Xavotir olma bundan. Sendan hech kim so'rayotgani yo'q. Meni erim javobimni berib bo'lgan. Bizga xalaqit berma. Nima bo'ladi xalaqit bersam? Menga Bo'ldi, qara. qilinglar. Men boshi ochiq ayolman. Xohlagan vaqtim, xohlagan kishim bilan ko'rishaman. Tushundingizmi? Said aka, ketdik. Iflos. Uni yonini olyaptimi?
qorong'i ham tushib qopti. Vaqt o'tganini ham bilmay qolibmiz. Qarang, keyingi darsga shularni qaytarib vazifalarni bajarib qo'yasiz, xo'p? Men uyga ketaman. Hali vaqtli-ku, yana ozgina shug'ullanaylik. Yo, oyim xavotir oladilar. Telefonim ham o'chib qolgan. Mayli, men o'zim tez yetib olaman, xo'p? Shoshmang, sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Yo, metroda yetib olaman, shart emas. Mayli, metrogacha kuzatib qo'ying. Xo'p, bo'lmasa ovqatlanib keting. Dodam ovqatini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Rosa shirin qiladi. Ozgina yeb keting. Hozir men chaqiraman. Hozir siz mashinada o'tirib turing. Yo'q, shart emas. Yo'q, hozir. Ertaga birinchi ish kunim edi. Yangi ko'ylak olib berasizmi? Ishga yasanib borish shartmi? Do'stu dushmanlar oldida go'zal bo'lib borishim kerak. Hammasi dugonam deyotganding-ku. Ha, dugonalarim. Lekin mana shu kasalligim yuqtirib olganimdan keyin ayrimlar hatto men bilan qo'lam berib ko'rishmagan. O'shalar oldida chiroyli, baxtli bo'lib o'zimni ko'rsatmoqchiman. Shu xotinlarga tushunmayman-da. Doim nimandir maqtanishlar kerak-a? Ha, shunaqa. Maqtanib, odam mazza qiladi, alamidan chiqadi. Mayli, hozir yo'lda birorta do'konga kirarmiz. Voy rostdanmi? Muammo yo'q. Rahmat. G'aybulla aka. Tinchlikmi Afzalbek? Nima bo'ldi yana? Yaxshimisiz G'aybulla aka? Rahmat. Men-ku yaxshiman. O'ziz yaxshimisiz? Yomonman G'aybulla aka. Adoy tamom bo'ldim. Men sizni boshqa ichmaysiz deb o'ylagandim. Bugun ichamiz. Bu kunimizcha ichamiz. Xo'p. Nimani sharofatiga ichamiz? Muhabbatni o'lgani uchun ichamiz. Men ichmayman. Men tashlaganman. Sizga ham tavsiya qilmayman. Afzalbek, bu chiqish yo'li emas. Meni hech kim kelyapti. Bugun indamang, qo'ying. Kuchsizlar, irodasizlar ichadi. Aroq bir fursat miyani o'chiradi. G'amni unutganday bo'lasiz. Ertalab tongda esa baribir o'sha tashvish bilan uyg'onasiz. Afzalbek, bu chora emas. Mayli. Hech bo'lmasa uni bir muddat unutay. Bir necha soat eslamay har on ko'zimga ko'rinaveradi G'aybulla aka. Qiynalib ketdim. Mayli. Qani, yuring, ichkariga kiramiz. G'aybulla aka, u mendan umuman uzoqlashib ketyapti. Men uni yo'qotyapman. Olsangizchi? Uyalmang. Dodam oshpaz bo'lganlar. Qo'llar juda shirin. Mayli, yo'q, lekin rosa shoshyapman-da. Ey qizim, seni o'zim mashinada uyingga olib borib qo'yaman. Xavotir olma. Ol, ovqatdan ye. Qizim, ilmga berilgan odam yaxshi ovqatlanish kerak.
o'shanda miya yaxshi ishlaydi qizim. Ol qizim. Ha, aytgancha. Mana buni dadangga berib qo'yasan, xo'pmi? Nima bu, dodajon? Bu seni oyliging. Bir oydan beri shu uyga qatnaysan. Bu navoramga dars beryapsan. Bu seni mehnating, peshona tering. Kerak emas, men savob uchun yordam berdim. Bu dadang senga o'zing yaxshi ko'rgan narsani olib beradi. Xo'p. Olinglar qani? Olinglar. Olinglar. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Qayerda yuribdi ekan? Ha, tinchlikmi? Qizingiz yo'q. Hali ham kelmadi. Ha, kelib qolar. Telefon qildingmi? Telefoni o'chiq. Ha, metrodadir. Bir og'iz qo'ng'iroq qilib, "Oyi, xavotir olmang, kelyapman" deb qo'ysa bo'ladi-ku. Ertalab chiqib ketgancha hali ham qo'ng'iroq qilmadi. Biladi-yu xavotir olishimni. Kelib qoladi, xavotir olma. Dadasi, agar ruxsat bersangiz, ko'chani boshiga shundoq chiqib keling. Uyda o'tira olmayapman. Xavotir olyapman. Ana internetda yozishyapti-ku, qancha qizlarni yo'qolganini. Birontasi o'g'irlab ketsa-chi? Qo'ysang-chi, nimalarni o'ylaysan, ey? Hozir zamon alov-dalov bo'lsa, Doim shunaqasan, qayoqdagi bo'lmagan narsalarni o'ylaysan. Undan ko'ra bor ovqating tayyorgarligini ko'r. Hozir kelib qoladi. Qorong'uchib ketdi-ku. Xo'p, Ha? hozir. Voy, tavba. Gazzaydan uring. Sizni bunaqa ahvolda hech ham ko'rmagan ekanman. G'aybulla aka. Men Cholga 10 yil xizmat qildim. Oxirgi paytlarda u yolg'izlanib qoldi. Shunga qariyalar uydan bolalar tashlab ketgan. O'zi tengi odamni olib keldim. Men boshida hayron qoldim. Bu odam nima qilarkin deb. Mayli, foydasi bo'lar dedim. Nosir aka juda aqlli, ko'ngilchan, o'qimishli inson. Boyni yonida ancha yurdi. Ko'p narsa o'rgatdi. Endi o'ylab qarasam, Chol yolg'iz qolgani uchun Nosir akani olib kelgan ekan. Odamga oila kerak ekan. Yolg'iz qolmasligi uchun. Nima, sizga ko'kalaringiz yo'qmi? Bor. Hammasini o'zini hayoti bor. Qaysi birini uyiga boraman. Hech qaysini uyiga sig'mayman. Yo bo'lmasam, qay biri oilasini tashab meni uyimga ko'chib keladi. Bir yilda bir xabar olishga arzimaydigan jigarlar meni mushkulimni oson qilarmidi? Bu gapingiz ham to'g'ri. Ularga meni dardimni qizig'i bormi? Faqat pul kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi.
Boshqa payt afzalni yuragi qonmi, kasalmi, o'likmi, tirikmi, qizig'i yo'q. Ha. Bu savdo meni ham boshimga tushgan. Hatto bolalarim ham o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib ketishgan. Mana, hozirgi kungacha biror marta yo'qlashmaydi. Ba'zan o'ylab qolaman-da aka. Dunyo juda ham nohaq. Yo Afzalbek. Dunyo o'sha. Biz oqibatsizmiz. Kimdandir foyda kelmasa, uni yo'qlamaymiz. Faqat ishimiz tushgandagina tanishimiz esimizga tushadi. Aka. To'g'ri aytasiz. Mana shu oqibatsizlar uchun ichamiz. Afzalbek. Bo'ldi, boshqa ichmang. Xo'p. Ana va nihoyat keldilar Malika-i Turandot. Assalomu alaykum Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum dadajon. Ke, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Oyijon, men nima qildim? Nega unaqa deysiz? Soat nechi bo'ldi? Ha, Dilavoy xonim? 9 bo'layotgandir. Ertalab soat nechida chiqib ketding? 8 da. Qayerda yuribsan? Bilsak bo'ladimi? Oyi, maktabga bordim, imtihonimni topshirdim. Keyin o'quv markaziga o'tdim. Darsimni tugatib, keyin Azizga uyiga bordim. Men ham u yoqdan bu yoqqa yurib charchadim. Oyi, o'ynab kelmayapman-ku. Voy. Dunyoning tashvishlari nozik yelkalaringizga tushibdi-da, ha? Oyi, men o'zim uchun harakat qilyapman. Bir og'iz. Oyi, men ishdan qaytyapman. Xavotir olmang deb qo'ysang bo'lmaydimi? Telefonim o'chib qoldi. Nimagadir zaryadkasi tez tugayapti. Bahona. Men xavotirdan adoyi tamom bo'ldim. Bo'ldi endi Zulfiya. Qizing charchab keldi. Bo'ldi, urishaverma endi. Voy, bo'ldi endi, bo'ldi. Oyingni xafa bo'lmagin. Onalar o'z shunaqa bo'lishadi. Bolasidan xavotir oladi. Bu mehribonchilik. Ona qizim meni. Taniydi meni ham onam bo'lganlarida. Afsuski yo'qlar. Oyijon, bu sizga. Nima bu? Yo? Hozir. Keling. Dildor. Mana buni senga olgandim. Bolalar bilan choy icharsan, mashinada qolibdi, esimdan chiqib ketibdi. Rahmat. Rosa ovora bo'psiz-da. Ovorasi yo'q. Said aka. Bugun bo'lgan ko'ngil xiralik uchun uzr so'rayman. Qanaqa ko'ngil xiralik? Bugun meni hayotimdagi eng baxtli kunim. Lekin men hali rozilik bermadim. Nimaga xursand bo'lyapsiz? Bugun bo'lmasa ertaga rozi bo'lasan. Buni hali o'ylab ko'rmoqchiman. Ertaga ajrim qog'ozi qo'lingda bo'ladi. Keyin fikring boshqacha bo'lib qoladi. Bo'lishi mumkin. Ertaga bo'lsin, ko'ramiz. Mayli, otaxonga salom et. Kiring, to'rtaymiz.
Yo, rahmat, men shirinlik bilan chiqishmayman-ku. Bolalarni o'pib qo'y. Mayli, yaxshi Mayli. boring. Ko'rishamiz. Yaxshi yetib oling. Bu nima? Birinchi maoshim oyi. O'quv markazidan berishdi. Miss Zarina, bu sizga deb berishganda shunaqa xursand bo'lib ketdim. Maosh oldingmi? Shaxsan direktor o'zlari berdilar. Ana, Shuncha puli? Ha, bu sizlarning mehnatingiz evaziga kelgan. Sizlar meni yillab qiynalib o'qitdinglar. Ana endi mevasini yeyish payti keldi. Mushti qiz. Mendan ham ko'p maosh olsa-ya. Men oylab, yillab kasalxonada ishlab shuncha pul topmaganman. mana bu ilmni qadri bo'ladi. Ilmli odamlar doim qadrlangan va yaxshi maosh olishgan. Ana. Bu hali hammasi emas, dadajon. Bu bo'lsa sizga. Iye. Menga ham bormi? Ha. Qani. O, menga nima uchun? Ha, men hech narsa qilganim yo'q-ku. Dadajon, siz meni Ha. qancha o'qitdingiz? Menga qara, buni kim berdi? Azika dodasi. Repetitorligim uchun berdi. Yana bir qancha shirinlik berdi, muzlatgichga qo'yib qo'ydim. O. Boyib ketdimizku mana. Ichida mana xati ham bor ekan. Xo'p, nima deb yozishibdi o'qingchi? Xo'sh, tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Ana qizim. Ana. Ko'rdingmi? Rahmat senga qizim. Yuzimizni yerga qaratmagan, xo'pmi? Xo'p, dadajon. Seni yaxshi ko'ramiz. Личных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени. Конец цитаты. Президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку на Украину, заявил, что в Москве ведут себя неадекватно. Даже четко произнести слово «Ура», говорит невнятно и бормочет, но при этом продолжает разрушать Дуда, своими ракетами. qachon uyga ketamiz? Российские ракеты по объекту Endi uylarga qaytmaslik kerak bolam. повреждены десятки. Nimaga bormaymiz? Пострадали несколько обычных школ. По Белой церкви был Chunki endi Saidam akaning uyida birga yashaysizlar. O'zimiz uyimiz bor-u. Сегодня каждый человек в мире Endi Saidam akani dada deysizlar. Yo'q, meni dadam bor. Menga boshqa dada kerak emas. Menga ham kerak emas. Men dadamni yaxshi ko'raman. Dadang oyini yig'latyapti. Nima qilish kerak? Shuning uchun bolam, kattalar nima desa, bolalar xo'p deyish kerak. Xohlasanglar mana, men bilan yashayverasizlar. O'zimizni uyimiz yaxshi edi. Dadam bizni yaxshi ko'radi. Baribir olib ketadilar.
Kelin. Ay xudoyim. Kelin. Ay. Kelin. Voy. Kofe bering. Voy boshim. Voy. Voy boshim. Voy. Voy. Xudoyim. Voy. Qayerdasizlar? Kelin. 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 Eshikni qulflagandimi? Palakat. Kelin. Voy. Kelin! Parazit. Hali qaytib kelsin. Mendan ko'radiganini ko'radi. Latofat. Labi. Qarab oling. Hozir. Chaqirtirdingizmi? Jahongir kompaniyada qachondan beri ishlaydi? 3 yildan beri. Faqat
boshqa bo'limda ishlardilar. Afzal aka ketgandan keyin Sodiq Turg'unovich chaqirib oldilar. Menga Jahongir haqida hamma ma'lumot kerak. Qancha maosh oladi, oilasi bormi, bolalari, hammasini qog'ozda olib kirasiz. O'zi nima kerak? Ishingiz bo'lmasin. Topib olib kirib bering. O'zi bilmasin. Xo'p bo'ladi. Shoshmay tur. Seni bosib qo'yish qo'limdan keladi. Men bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Ha, nima bo'ldi? Opang Jahongir ketiga tushibdi. Afzalni ketqizgani yetmabdi shekilli. Endi Jahongirni ham quritmoqchi. Jahongir opaga nima qilibdi? Kim biladi deysan? Bir balosini bilib qolgandir-da. Cholli ish deymi? Yo'q, nima bo'pti? Operatsiya bo'lganimish. Kasalxonaga tushibdi. Bu xotin hammani birma-bir boshiga yetadi shekilli. Bo'lishi mumkin. Hali bizani ham haydab borib, o'rnimizga o'zini odamni olib keladi. Bo'pti, men ma'lumotlarni topishim kerak. Mana so'ragan hujjatlaringiz. Nechta pul oylik olar ekan? 15 milliondan 20 milliongacha. Yugurdekka ko'plik qilmaydimi? Jahongir yugurdek emas. U bosh menejer. Kimligini yaxshi bilaman. Qimmat mashina. Ikkita uy. Hisobiga 50 million tushibdi. Nimaga? Xabarim yo'q. Mayli, boring. Xo'p. Sodiq Turg'unovich. Qo'lga tushdi kalamush. Ana endi seni og'zingni yopib qo'yaman. Jirtillaganmidi? Ana. Sud kuni belgilandimi? Ha, belgilandi. Pora olgani haqida dalillar anchagina. Dadamning uylariga ketamiz. O'zimni katta bo'lam. Uy bilan uyi farqiga boradigan bo'lib qopsana. Olib ketsalar jon deb ketardim. Kim sizni xafa qildi? Ana u kalamush yordamchingiz. Jahongirmi? Ha, o'sha. Bilasizmi nima qildi? Nima qildi?
kompaniyani pullarini o'zlashtirib yuribdi. Ikkita uy olibdi. Bilarmidingiz? Anu kelgan odam kim aka? Nodirani advokati. Ahvoli qanaqa ekan? Ancha tushib qolgandir-a? U yerda manaman degan odam ham tushib qoladi. Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Head there. Head there. Head there. First doom. Enemy spot. Help me. Thanks. Double takedown. Help me. Help me. Help me. Thanks. Enemy spotted. Need equipment. Good job. Good job. First doom. Good job. Resources here. Resources here. Need equipment. Good job. Thanks. Help me. Nice try. Mic on. Head there. Double takedown. Interactives here.
doom. Double takedown. I need ammo. Thanks. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real.